Shunday erkaklar borki, ularga bir marta gapirganingizdan ular hamma narsani to'g'ri tushunishga harakat qilishadi. Siz nima haqida gapiryapsiz? Niyatingiz nima, orzungiz nima? Ularga gapirsangiz, gapirmasangiz ular uje sizga o'sha narsalarni yetkazishga harakat qilishadi. Masalan, biron bir ayol biron bir yigit bilan tanishgandan keyin yo biron bir erkak bilan tanishgandan keyin ular oila qurishmoqchi bo'lsa agar, ular bir-birini yaxshi tanishga harakat qilishadi. 10 kun, 15 kun gaplashgandan keyin balkim ayol, balkim erkak shuni tushunib yetadiki, bu bunga to'g'ri kelmaydi. O'shanda nima deydi? Uzr, biz bir-birimizga to'g'ri kelmayapti. Mard erkaklar, aqlini yig'ishtirgan, o'zini hurmat qiladigan erkaklar hamma narsaga to'g'ri tushunib, orqa oldiga qaramay ketishadi. Chunki deganda ularga nima, qiz kammi yo ayol kammi? Ayol ham, qiz ham, umuman turmush qurmoqchi bo'lganlar juda ham ko'p. Lekin o'zini erkakligini yodidan chiqarib, o'zini mard ekanligini yodidan chiqargan erkaklar nima qilishadi? Jang o'tishadi ayol kishiga. Bo'lgan gaplarni gapirishadi, bo'lmagan SMSlarni yozishadi va ayol kishini qalbini og'ritishga harakat qilishadi. Shunday toifadagi erkaklar, siz o'zingizni mard erkaklar toifasiga qo'sha olasizmi? Men masalan sizlarni mard erkaklar toifasiga qo'sha olmayman. Chunki deganda siz ayol kishiga jang ochdingizmi? Siz mardligingizdan ketdingiz. Siz o'zligingizdan ketdingiz. Siz o'zingizni ayol kishiga teng qilyapsiz. Ayol kishiga o'zini teng qilgan erkak emas deb o'ylayman. Chunki deganda erkaklarimiz erkak bo'lib turish kerak, mard bo'lib turish kerak. Xo'p, siz o'sha ayolga to'g'ri kelmabsiz. O'sha ayol sizni yoqtirmabdi. U sizni ahmoq qilib 1 yil, 2 yil gaplashmagan. 1 oymi, 10 kunmi, 15 kunmi birdaniga hammasini aytdi qo'ydi. Undan chiqdi, bu ayol mardlik qildi. U sizdan foydalanmadi. Hammasini ochiqcha aytdi. Sizchi? Siz o'zingizni endi erkak deb his qilasizmi? Men yo'q. Yana bilmadim.